Diyora, qorningdagi bolani otasi kim? Qornimdagi bolani otasi sizmas. Endi meni yo'limni to'smang. Men boshqa oila qurdim. Buncha pitirlading jon qizim. Shu murg'ak joning bilan otangni tanidingmi? Jajji yuraging xuddi kattalarnikidek tez urishini qara. O'zi nimadir men bilolmadim, sizga nima ekan tushunolmadim, ammo armonlarning azoblaridan qancha tirishsam ham cheka olmadim. Bu dunyo sig'magan ikki ko'zimga, to'lib qoldi ikki tomchi achchiq yosh. Peshona deganga yozilgan ekan, rohat emas faqat chidam va bardosh. Bu dunyo sig'magan Qayerda edingiz? Ochiq mozorda. U bilan ko'rishdingizmi? Ha, ko'rishdim. Xavotir olma. Erga tekkan ekan, baxtli ekan. Sizchi? Men ham baxtliman. Agar bularning hammasi baxt deyilsa, men ham baxtliman. Tushunmasanmi? Baxtliman. Voy, shunaqa piching gaplarni gapirish joningga tegmadimi? Qo'lim og'riyapti. Meni esa Diyora! U o'lmadi, men qutulmadim. Nimam yoqmaydi sizga? Nimani noto'g'ri qildim? Aybim ajrashgan erkakka turmushga chiqqanimmi? Borib, diyoringiz bilan yashang. Durdon. Durdon! boshim baland qilib qo'shiq aytaman. Durdon? Egam Xudoga bu dunyo Durdon, jonim, meni kechir. Iltimos, jonim, meni kechir. Begim, sizga bitta haqiqatni aytishim kerak. Diyoraning bolasi. aytaman. Gar o'lsam yolvorib egam Xudoga bu dunyoga qaytaman. O'z yaqinlaringizga islomiy hadyalar sovg'a qilib xursand qiling. O'zbekiston bo'ylab yetkazib berish xizmati mutlaqo bepul. هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان